ularni ko'pini miltiqda otib o'ldirdi. 4-kun ovchining o'q zaxirasi tugab, shoqollar yana kulba atrofida paydo bo'lishdi. Arslonbek qarib kuchdan qolgan, qiz nabirasini qanday himoya qilishni bilmas, qizchani quchoqlab, "Meni kechir qizim, mendan rozi bo'l. Men qari bobongni kechir", deb yig'lashdan boshqa chorasi qolmadi. Shoqollar esa shovqin solib, kulbaga yaqinlashib qolishgandi. Qariya qizchasini so'nggi bor bag'riga bosib vidolashdi va baqirib yig'lab yubordi. Shu payt tog' tepasida qandaydir vahimali ovoz eshitildi. Keksa ovchi qizchani mahkam quchoqlagancha o'lim soatlari yaqinligini o'ylab, tog' tepasidan eshitilgan ovozga quloq tutdi. Shu payt yana ovoz eshitildi. Bu ovozni eshitgan ovchining yuragi titrab ketdi. Chunki bu ovoz yirtqich bo'rilarning ovozi edi. Kulba atrofidagi shoqollar birdan jimib qoldi va qayoqqadir g'oyib bo'lishdi. Endi kulba atrofini shoqollar emas, bir to'da bo'ri galasi o'rab olgandi. Shu payt kulba eshigi oldida kattakon bo'ri paydo bo'ldi. Keksa ovchi qizchani oxirgi nafasigacha himoya qilishga ahd qildi.